Assalomu alaykum. Janub ovozi ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini ko'hna manzillardan tayyorlashni maqsad qildik. Bugungi ko'rsatuvimizda asosan xalq hunarmandchiligi ijodi, xalq og'zaki ijodi haqida va qadimiy qadriyatlarimiz haqida qisman to'xtalib o'tamiz. Agar bizni kuzatishda davom etsangiz, bunga o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Surxondaryo viloyatimizda milliy hunarmandchilik juda ham rivojlangan deb bemalol ayta olamiz. Har bir hududimizda o'zgacha bir milliy hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan opa-singillarimiz ko'plab topiladi. Sho'rchi tumanidagi Ozodo'pa Pardayeva mana bir necha yildan beri popukchilik san'ati bilan shug'ullanib keladi. Hozir biz ushbu san'atning sirlari haqida Ozodo'pa bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Bugungi kunda mana shu kelinlar libosimizga talab juda kuchli. O'zimizda milliyligimiz, o'zbekchiligimiz, mana qizlarimiz mana shunday ko'ylaklar, do'ppilari, sarilari bilan o'zbekligi bilan ajralib turadi. Mana bizning o'zimizda o'zbek qizlarimiz o'zi chiroyli, o'zi go'zal. Mana shu qizlarimizga qarab biz yorqin ranglarni tanlaymiz. Surxondaryoning tabiatida o'zi yorqinlik ko'p. Har xil chiroyli ranglar, sariq, oq, qizil, pushti ranglar. Mana shu ranglarga qarab biz zavqlanib shu ranglarni tanlaymiz. Hozir 80 dan oshiq shogirdlarim bor. Hammasi o'zi mustaqil faoliyat ko'rsatyapti. Undan oshiq mahsulotlar tayyorlaymiz. Shulardan kelinlar libosi, joynamoz, yostiq, ko'rpacha, so'zana, zardival, kelinlarga har xil mana xalatlar, kostyumlar, nimchalar tikaman. So'zanalarga necha turdagi rangdan foydalanasiz? Bitta so'zana uchun 10 xil ranglar tanlab tikamiz. Keyin so'zanamiz juda chiroyli, go'zal va chiqadi. Ko'rib ko'zingiz quvnab, ko'zingiz yashnaydi. Men mana shu o'zimda tikkan narsalarimdan zavqlanib dam olaman. 40 yildan oshiq bo'ldi shu kasbni tanlaganimga. Men o'zga xonadonlarga borganimda shu o'zimda tikkan narsalarimni ko'rib zavqlanaman. Mana shu tikkan narsalarimni elimiz, xalqimiz qadrlayotganiga juda xursandman. Siz tasvirda ko'rib turgan go'zal o'tov ichida turibmiz. Bilasiz, o'sha o'tov qadimdan ko'chma uy vazifasini o'tab kelgan. Dala-dashtlarda, qir-adirlarda cho'ponlar ko'pincha mana shu ko'chma uy o'tovdan foydalanishgan. Hattoki qishda ham ular mana shu o'tovda yashagan. Hamma uchun qiziqdir, qishda o'tovda yashash sovuq bo'lmaganmikan degan savol tug'ilishi mumkin. Bilamiz, o'tovni o'rta qismida sandal bo'lgan, sandalda olovlar yongan va o'tovni ichi mana shu bilan qizdirilgan. Yozda esa uni tepa keralari ochilgan, shamollar yurgan, juda ham bir salqin haroratni bergan. Yana shunday gaplarni eshitganki biz, o'tov kichkinagina aylana simon bo'lsa-da, uni har bir burchagi shu oila a'zolari uchun taqsimlangan. Ayollar burchagi, erkaklar burchagi yoki oiladagi boshqa a'zolar uchun ham bir qismidan foydalanilgan. Mana biz hozir o'tovdamiz. Bugungi kunda bizni xursand qilgan narsa shuki, bugungi kun yoshlarimiz ham o'tov tikishni biladi. O'tov tuzishni biladi, o'tovni bezashni biladi. Mana shu o'tovni qanday tuzadi degan savol bilan Sarvinozga yuzlanamiz. Bu o'tov haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu 1000 yillik tarixga ega desak ham adashmaymiz. Bu o'zbek xalqining, ya'ni turkiy xalqlarining an'anaviy madaniy meros sifatida saqlanadi. Bu asosan ko'chmanchi, chorvador xalqlar uchun foydalanib kelgan. Bu tezda yig'ib olinadi va oson yig'ishtirib ko'chiriladigan uy hisoblanadi. Bu uyda asosan tabiiy matolardan foydalanilgan, ya'ni tashqi qismi yog'och panjara simon bo'lib, ustidan kigiz yopiladi. Chorvaning, ya'ni yunglaridan tayyorlangan kigiz matosidan yopiladi. Tepasi tuynik bo'lib, tuynikda shamol va yorug'lik tushib turishi uchun foydalanilgan. Bu azal bizga madaniy meros sifatida saqlanib qolgan. Bu hozirda ham o'zbek xalqi ham foydalanadi, ya'ni tog'li hududlarda ham hozir ko'rishimiz mumkin. O'zbek xalqining, ya'ni Boysun tumanida ko'proq uchratamiz buni. Bizgacha yetib kelgan tabiiy matolar
devordan, ya'ni bezatiladi. Ichki qismi naqsh solingan kashtalar, qo'lda to'qilgan gilamlar, o'rtada sandal bo'lib, bir tomoni mehmonxona, ya'ni bir tomoni oila a'zolari uchun foydalaniladi. Bu uzoq tarixi 1000 yillikka ega bo'lgani uchun biz uchun ham juda ham qiziqarli hisoblanadi. Bizgacha ham bu yetib kelgan. Biz ham buni qanday yig'iladi, qanday tuziladi va uni qanday bezatishlarini juda ham biz yaxshi bilamiz va tadbirlarda, madaniy festivallarda o'rnatiladi. Bu madaniy meros sifatida saqlanib qolgan bizgacha. Bugungi Janub ovozi ko'rsatuvimizda ayrim milliy qadriyatlarimizni bir esga oldik va bu ham sizga manzur bo'ldi deb o'ylaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham mana shunday milliy an'analarimizni namoyish etishda davom etamiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.